Bir yil davomida har kuni 50 ta отжимание qilish tanangizni qanchalik o'zgartirishi mumkinligini bilasizmi? Bir yil umringiz shundoq ham o'tib ketmoqda. Bu umrni foydali o'tkazishga nima deysiz? Unda videoga like bosib qo'ying. Biz sizga bir yilingiz foydali o'tishiga ko'maklashamiz. Ko'pchilik bu oddiy mashqni jiddiy qabul qilmaydi, lekin muntazamlik juda katta natija beradi. Birinchi haftalarda qo'llaringiz tez charchaydi, ko'krak va yelka muskullarida og'riq bo'ladi. Bu organizmning yangi yuklamaga moslashayotganidan dalolat beradi. Bir oy o'tgach esa qo'llar kuchayishni boshlaydi, nafas nazorati yaxshilanadi va tanadagi bardoshlilik asta-sekin ortadi. Ko'pchilik aynan shu davrda o'zidagi ilk o'zgarishlarni sezadi. 3 oy davomida har kuni 50 tadan отжимание qilinsa, ko'krak, tritseps va yelka muskullari ancha faol rivojlana boshlaydi. Qomat ham tiklanadi. Gapimga ishonavering. Agar ovqatlanish va uyqu ham yaxshi bo'lsa, natija yanada tezroq bilinadi. 6-oyga kelib esa oddiy 50 ta отжимание avvalgidek qiyin tuyulmaydi. Tana bu yuklamaga moslashadi. Kuch va chidamlilik sezilarli oshadi. Bir yil davomida muntazam mashq qilgan insonda esa intizom shakllanadi. Bu faqat muskullar emas, balki xarakter ustiga ham ishlash degani. Har kuni kichik harakat qilish katta natijalarga olib keladi. Lekin muhim jihat bor. Agar faqat отжимание qilinsa, tana bir xil yuklamaga o'rganib qoladi. Shu sababli vaqt o'tishi bilan mashqni murakkablashtirish kerak bo'ladi. Masalan, turnik, brus, oyoq mashqlari yoki qo'shimcha og'irliklar bilan ishlash. Eng asosiysi esa boshlash. Har kuni atiga 50 ta отжимание sizni kechagi o'zingizdan kuchliroq qilishi mumkin. Bizning Telegram kanalimizda отжимание, turnik, brus va ko'plab mashqlar uchun oylik rejalar tuzilgan. Ularni o'sha joydan bepulga saqlab olishingiz mumkin.